tanishlaringizning har 7 tadan bittasi ruhiy kasallikka chalingan. Ha, bu fakt. Tadqiqotlarga ko'ra, bugungi kunda ruhiy kasalliklarga chalingan insonlarning soni 1,2 milliardga yetgan. Nahotki Tangrim, nahotki shu uchun men yaralgan bo'lsam. 90-yillar bilan solishtirilganda ruhiy kasalliklar soni 95% ga, depressiya 131% ga, xavotir buzilishlari esa 158% ga oshgan. Seni ham davolashadi. Qizig'i, eng salbiy holatlar 15-19 yosh atrofidagi o'smirlarda kuzatilmoqda. Video foydali bo'lgan bo'lsa, psixologik holati og'irroq va chatoqroq bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.